akam bekle. Vay! Bu akamızga o'zi ko'ngilchak talog'i bosh. Qanday aka? Aytingiz muborak olsun. Aka? Ha? Bu av kishi bilan ajabni bir salomlashib ketdingiz ha? O adamning eskilikini unutib qolibsiz-da. Ey ukam, bugun degan yet ayam kuni. Ma uch adovat yuladigan, o'tirdagi arachilik tugatildigan, hamma odam inoq ittifoq o'tadigan, bir-birimizni chiroy ichib qutuqlaydigan, ochiqlanmay kuladigan hojiyat kun. Shundoqda to'g'ri. Shundoq Abdurishkamni aytib to'g'ri aytgan. Qanday bo'linglar? Shunlar bizga ochiqdan qeriysan, kulkidan yashirsan deb ta'lim berdi emasmi? Shundoq. Ukam, mushu odamning umrining o'ziga ko'ngilning aromi zodi nima? Ochliq bilan tinchlik. Ey, emas. Amsi nima? Shu Kulga. kulga. To'g'ri aytdi Abdurishkam. Endi men kulkining parini chiqib qoldi, kuldirgich olib qoldi. Bizning bugungi sorunimizni siz kulki ko'mib o'tarsanglar, siz ajoyib katta bir so'g'itim bor. Qanday deysizlar? Bo'ldi. Endi biz kuldirgini boshlaymiz. Önemsizler emas. Vay iz bulurum. Seni tapımdan dep yılganda kolurum. Vay ecirem. Hem de oldaydıgan oldu minen kazirem. Hey pual, sana boğazdı bu pual. Hem de bak tutakımı şundan yul. Voy, adaş, nima bo'ldi? Nimadan kulib ketding? Nima? Men kuldim ben. Ay, ziyonga chidamay o'lyaptim men. Qaranglar, men pullarimga hammani sochqan qilishibdi. Bo'jinam. Voy adaş. Voy izzat, voy izzat. Biz to'yni qilgan emasmi bu? Mana shu qurbayni haydayman deb olsam. Hey. Bu jiq pulkan emasmi? Adaş, bu nesh pulti bu? İşte ben koy. Nima? Qo'ymi bormi? Ay, ya koy emas, bundan koy bundan. Manda dangla. Hey adaş, bu hamma yerda choshqonni o'ltirish to'lqini qo'zg'alganda shu chog'da o'ltirmaganmi? O chog'da mahalle boshlig'i menga mushuni sochqanni kameraga bir changaldan sap qo'ysa deb darg'ichilangan bug'doy beribdi. Hamda o sochqanning jinimi bizga o'xshaydi, jon bo'g'achiga qiynalib qolmasin deb bug'doyni yutib beribgan. Astagfirullah. Qalayotgan gaping. Obdan qilgansan, tayinliq bug'doyni chaynab o'dirib qo'ymabsan. Ey şunu andadıgını ular çoğunla öldürmesi uvalı kalısan bunda yaman bulutken deyken bunda. Hazır yaxşı olaptı buna. İsset. Bu pulunu qanday qilib chashqan qiyam qilgansizlar? Çekil pay bakı yok hep samanlık tutup hamlakan. Ahmak. Ey adaş, bu hükümet bir obdan bizden pullarımızı bexatar saqlab turish uchun dokmuş banka açqan tutsa. Ben küçük vaxtlarımda bankada pul koysa Musadi kılalım işte bağlap. Şuna kokap aşında ayında, tamdan kamırda ayında, üye bir yer tutakla pine koyup gelme. Sizga chashqan musadir qildi da mana. Esat, bu pulini bir ayolingligim bo'l, saqlig'ini bergan bo'lsam. Nima bo'ldi? Qilayotgan gapinglar bo'lmaydi bunda. Nima ishqa? Biz erkek çümüldek çıkıdık emmez, xotunu haq toğudak çeşidik en. Bunda dağla. Mani ebbe, ani kimen de may pulu yok, bakış may köz kuyuk şimdi sen. Şu anı güzel şundağı. Onu da, bunu da, ahir bunu bir mecz pulunun peşine çıkıptı. Oldu, jığılmağla. Nime? Jığılmağla? Bayatta jığlamasam külmağı değilse, hem de jığılmağı değilse. Bu şu çuğlar diyen bozum, ben jığılmayı kim jığlaydı ağıydı. Ben hatta kitsin xulsam mı? Turda buxlaydı qadı. Qapınmağla. Muşunda kemtök, jutok, ko'nrab kirlishib ketgan pulini har qaysi bankalarga apasang tegishib turdi. Nima?
Rosman! Ha? Ağzıqlı kampan adaş. Saçkan mı pervayı pelek? Bana bak yar yülek. Saçkan mı pervayı pelek? Bana bak yar yülek. Kanım apılım ya. Ben hazırla bakıyorum aynen. Maşallah nakşa etiketkini verin adaş. Kaç pul kaldı ki bir sana bak. Ma adaşlar, parmaklarını tılgın tekkizip pul sanaştırma. Adaş, bomba da. Bomba. Ha, çık bakayım. Adaş, bomba da. Onun gibi pul var o, ma doppanlığın içinde beşanlığın mayları da yağlaşıp, təbilen kirleşip, takım buzup bitidgan oldu. Yanlış buzup bitkan oldu. O. Yağdan baş tazmamısa ben. Oy. Hiç kişi yok. Pul degen ne kimin ne kalıp basımı yerine kız bir de kıymetini yok atmaydı nasıl? Oğul şunda. Bundan nasıl? Makalalı adaş. Ma pul degen bağı. Doğçunun koldu Hünap, bidikinin koldu Tarnep, Tümençinin koldu Ufsörtep, Kasapının koldu Yüzmeyi Sürtep, Kömençinin koldu Kaçlık Etep, Lampuçunun koldu Lazımını Laboyap, Kasırının koldu Şükmelen Anlı Vitep, Şişpanının koldu Şişini Kırıkap, Divanının kaçtı Büdür Kılıp Kesin Berber pul degen o. Nasıl? Ay. Diritken sebep buna. Pul aşında koldun kolgu ötkendiki meynetliş bitidi. Şun bayatlığı ma kolanlı telanlığı tekizip pul sanımaysa. Bu. Buna çekim var mı? Belli. Pul degen nima go adaş? Muşu dihan mı oğaqdek igilip, lempunçdek titrep, aşpar zagmendek sozulup, navay köseydek köyüp, dopuşunun kolları jığınırdı tişlep, keyfinin gözleri töşükdek toluşup, hattanın tuturu koluşup, usulçu jilandek tolguşup, kömerdek karıdap, zage körekdek kuşuldap, pişakçı guşuldap, merejniçi guşuldap, Bakkal vakrap, ayengeç yakrap, mepkeş takrap, kavapçı zıhlap, yamakçı mıhlap, muhbir mahtap, şopru kıstap, nakşı okup, dokçu şokup, sürükten Boldu. Bek bilitkensi boldu. Hammadan pulni aşındaq ters tapıda. To'g'ri. Shunda bo'lgan ekan, pulni do'ppining ichida saqlamdi, qatlamdi, motlamdi, yitamdi, chiqamdi o'zining ixtiyori. Ya adaş, biz xalq pulini asırışımız kerak. Bu pul degan baba adaş, gachiga til chiqirdigan, jimdigan narsani un chiqirdigan, yolg'on odamni usha qildigan, to'mirni osmonda ushatdigan, satni chiroyli qildigan, gavashni yuragli qildigan, yiroqni yaqin qildigan, gepingni yaqin qildigan narsa. Bu pul degan Otangni xo'sh qilganmi pul, ochangni xo'sh qilganmi pul. hey pul. Hey pul. Odamni jim turg'izmay madaltib chiqsagan ashu pul. Lekin ag'ina pul hammaga qodir emas. Shunda Pulga o'zimni sotib olib bo'lgan bilan, inoq oilaviy turmushni sotib olib bo'lmaydi. to'g'ri. Pulga odamni sotib olib bo'lgan bilan pak vijdonni sotib olmaydi. Pulga dorini sotib olib bo'lgan bilan, jonni sotib olib bo'lmaydi. Pulga kitob material sotib olib bo'lgan bilan aql farosatni, bilimni sotib olib bo'lmaydi. To'g'ri. Lekin hammamizga ma'lumki, pul bizning turmushimizni kam bosib bo'lmaydigan eng muhim narsa. Shunda ag'ida biz ba'zida yop-yo'q taraqli pullarni xarjaydi ekanmiz. Yana ba'zida kona, shaltoq, bebaşaylaq mehnat pullarni xarjaydi ekanmiz. Bu pul zaten nereden chiqdi? Hozir biz xarjlayotgan xalq pulini Jungo Xalq bankisi bir tutash bisib taqtidi. Hey. Meni ashu pul bosgan zavod qo'ysa. Sizda. O'zimga bir pul bo'ladim. Xudoyim shuni eshakni bilib mungizamaganda. Hey, andadigini ular to'yda savdo qilishmaganmi, savdoga qilgan o'xshaydi, pul bosqanib o'ziga pul so'rag'at, shaytonda. Voy, Jon, bilmayman. Bilmayman. Ey, adash, nada anda asan ish bor? Ishchivaldak gap qilgansan. Ay bu Ma Jungo Xalq bankisi yillik pul ta'minlash miqdori, o'sim nisbati, pulning soni qatorliqlarni Go'yanga yo'llab tasdiqlatgandan keyin ijro qildi ekan. Ya Allah. Hey adash, men maliyada qizil raqam chiqdi deb ba'zi oilada ishchi xizmatchilarning ish haqini vaqtida bermaydi ekan. Bunda qilgacha Merkezde bankaga buyurup bir pulni jiq biz taqtib qizil raqamga tugatib bo'lmaydiganda. Biz taş tanısak hükümet kumsalaydı. Bu pulni ko'plab pesivasi pul pahallik kelib chiqmamda. Shunda
pulning qiymati yo'qab, pulga aldash ketgan bo'lib qoladi. Bunda gaplar Bunda degan o'g'illar. Lekin ag'ina hukumat mushundaq pulning pahalashib ketishining oldini olish uchun tadbir qo'llanayotgan sharoitning o'zida hozir bir qism kazzoblar yolg'on pul bisib taqtyapti. Ey omanglar, voy, pulning yolg'on emas. O hakim öz xalqini biz taqtyotgan to'y-to'kin nazirlarni baqolmasa o. O shundaqda. Lekin hozir pul atkashlari qonun bilan o'ynashib 100 ko'yliq, 50 ko'yliq, 10 ko'yliq yolg'on pul bilan jamiyatning bulun pishqoqlarida savdo aloqa qilyapti. Ya Allah. Umuman biz zaminimiz savdo aloqa qilganda, bo'libmi oqshomlar tijorat qilyaptilar. Cho'ng pullarni olganda, haliqi pul tekshirish apparati tekshirib ilishimiz kerak. Ba'zi odamlar pulga ishonch qilamasa, buni o'zi qo'limizni silab baqib, silkib, taraqlatib baqib, kun nuri usib baqib jinjaliqni topimiz deydi ekan. Eng yaxshi ay pul tekshirish apparati tekshirib olmasak buning hammasi bekor. Agar apparatni joy chiqib qolsa, u chog'da har qaysi banklar tekshirsak bo'ladi. Bu jihatda banka xalqimiz uchun haqsiz mulozimat qiladi. Shundoq. Mana bu shu pulimni bankdan olmoqchi qolsam, cho'q pul bersa tekshirib olaman dedi. Ey, ag'ina, bu bank degan hukumatning ishonchli bir o'rni. Shunlashqa hargiz yolg'on pul bermaydi. Aksicha yolg'on pullarni fosh qiladi. Shundoq o'zi menda, o sizlar oladigan o'lamda. Bankadagilar bizga o'xshagan odamda ishiga chip chiqolmaydi uni. Ag'ina, sizlarga bu pulni kim bergan? U o'zim ajratib topgan. Mana. Buni so'rab nima qilasan? Pulning kelish manbiga o'xshamasa, uni xosiyati o'xshamaydi. Shundoq. O'zim topgan pul lazzatli pul. Dadang bergan pul harakatli pul. Anang bergan pul barakatli pul. Balang bergan pul insofli pul. Iring bergan pul hisobli pul. Akang bergan pul ko'yimlik pul. Ining bergan pul sevimli pul. Xotining bergan pul minnatli pul. Mukofot bergan pul hurmatli pul. Iyoni qilgan pul saxovatli pul. Qo'ygan pul nadomatli pul. O'tni bergan pul adovatli pul. O'tni olgan pul hijolatli pul. Aldamchiga bergan pul qiyomatli pul. Bankada qo'ygan pul tug'digan pul. Xiyonat qilgan pul bo'g'digan pul. Para olgan pul po'qildatgan pul. Nesiq olgan pul so'kildatgan pul. O'g'ri olgan pul buquldatgan pul. Jermani olgan pul g'otildatgan pul. Odamgarchilikka tutgan pul ko'tildatgan pul. Yigitning bergan pul sinoq pul. Saqlig'ini bergan pul sanoq pul. Xoshamatchi bergan pul po'qoq pul. Dushmaning bergan pul qiltaq pul. O'g'ri bergan pul shaltoq pul. Kangum tutgan pul so'g'aq pul. Qimarda utgan pul to'zg'oq pul. O'jasiz olgan pul tuhmat pul. Boshqa bergan pul kon pul. Doktorga bergan pul jon pul. Shunda. Hukumatga son pul, puhraga non pul. To'g'ri. Halol topganga xon pul, harom topganga har pul.